nima sizni? Kelib uribsiz moshini. Sababi nima? Moshini kelib uribsiz-ku. Sababi nima? Moshini kelib uribsiz-ku. Men nima uchun Moshini kelib uribsiz-ku, hurmatli fuqaro. Nima? Buxoroda yo'l patrul xizmati xodimi Equinox haydovchisiga noto'g'ri ayb qo'ymoqchi bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, holat 18-noyabr kuni viloyatning Romitan tumanida yuz bergan. Tuman yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi ma'muriy amaliyot markaziy inspektori lavozimida ishlovchi kichik serjant o'zidan oldinda harakatlanib kelib svetoforning qizil ishorasida to'xtab turgan Equinox haydovchisidan yo'l berishini so'rab, mashina chiroqlarini bir necha bor o'chirib yoqqan. So'ngra u Equinoxning old tomoniga o'tib, haydovchiga noo'rin ayb qo'yib, ya'ni transport vositasida avariya sodir etdingiz deya bodi kamerasiz va hech bir asossiz haydovchidan avtomashinasini yo'lning chetki qismiga olishni talab qilgan. Qani mashina uryapti? Ana, Qani? ana. Qani uryapti? O ana urdi-ku. Qani? Ana, Nima qilyapsiz? Chetga oling moshini. Nima uchun olmayapsiz? Moshina chetga. Qani bodi kamerangiz? Bodi kamera? Ha. Sizdan hujjat so'ramayapman. Polis Chetga oling vaqtida moshini. Nima uchun qisloqda turibsizmi? Moshini chetga olasizmi? Nima uchun qisloqda turibsizmi siz? Yo'l harakat xavfsizligi xizmati matbuot kotibi Zoir Yo'ldoshevning ma'lum qilishicha, ushbu xodimga nisbatan xizmat tekshiruvi tayinlangan. Avvalroq Kunuz Jizzaxda 2 nafar yo'l patrul xizmati xodimining tezkor tadbirda ushlangani haqida xabar bergan edi.